janoza, ya'ni musibat xonadonlarda juda bir ko'payib borayotgan holatlardan bittasi bu taom tayyorlashlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jiyanlari Ja'far radhiyallohu anhu dunyodan o'tganlarida Payg'ambar alayhissalom janozalardan qaytib uylariga kirganlarida ayollariga aytdilarki, Payg'ambar alayhissalom, nima ovqat qilding? Sho'rva qildim dedilar. Suvni ko'paytirda, Ja'farni uyiga ham o'sha taomingdan chiqar, hozir u xonadonda musibat, u xonadon egalarini esiga taom tushmaydi deb turib Payg'ambar alayhissalom ayollarini ham jiyanlari ham qo'shnilarini uyiga taom chiqarishlikka buyurdilar. Demak, muhtaram jamoat, bizlar ham biron bir yaqin qarindoshimiz, qo'shnimiz dunyodan o'tadigan bo'lsa, uni taom pishirishligiga qarab o'tirmasligimiz kerak. Balki o'sha xonadonni 3 kungacha taom bilan qo'shnilari ta'minlashi kerak.